Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Har xil yog'larni turiblarni ko'ramiz tomirda. Hech qanaqa shikoyatsiz mana navbatdagi bemorimiz qanaqa shikoyat qilmadilar. O'zimiz qiziqib shunchaki ko'rib berdik. Bo'yin tomirlarini mana yog'ni qarang. Uzunligini qarang. Bu yana domi mana ichkariga qarab kirib ketgan. Bir tomonida, ikkinchi tomonida mana yana ikkinchi tomonda ham turibdi. Bu xolesterin bilashga shu. Yo'q shu. Bu bemor asosiysi dorilar qabul qilmagan, dorilar iste'mol qilmagan, o'zi bemor bo'lgan, shu yurakdan xasta hisoblanadi, dorilar yozib berishgan, lekin ichmagan. Ular ko'rganlaridan keyin sarazi yana dorilarga mehrlari oshib ichaman dedilar, ko'ramiz. Yo'q, xolesterin bilashga shu.